Kelmadingizlar. Tayyormisizlar? Ana bu opa singillarimiz deraza yuvadi, eshik yuvadi. Hozir akalar darixonalarga polni shishadan ramka qilib beryapti-da. Uni yuvish kerak. Mana opa singillarimiz uchun yengilgina sumankalar, lesachalar, normonchalar o'zlari bemalol olib, ana ko'rinishi olib bemalol yuvib chiqishadi ana joyda. Usta akalarimiz uchun qulaygina, yengilgina narx masalasiga keladigan bo'lsak, sindiramiz, yutamiz. Gap bo'lmaydi. Qaranglar. Bu kattalari, usta akalarimiz ayollari bor. Ochiladi. Tik qilsalar uzun ham ochiladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana bunisi ochiladigan. Böyle hamasını yırtıp taşamayın, ustalar hem yırtsın. Ayni ustalarga biz hammacha ustalar yirtib tashladi, qo'y. O'zimiz yirtib olaylik. Har xil bilan bor. Balandi, pasti, uzuni, kattasi, kilosi 150 kilogacha shavub. Chiqib ham ko'rsatganmiz, bu chiqib ham ko'rsatamiz. Ana 150 kilo ko'taradi har ikkasi. Sifatga javob berdi. Televizion kerak, nima kerak? Ana hozirgina pastda ko'rishgan qo'rg'onchalarimizni ochilgan holati, balandligi, xohlasangiz bu teksan bo'lib ochiladi. Mana shu turishiga 2,5 metr bo'ladigan bo'lsa, shuni ochasiz 5 metr bo'ladigan bo'lib chiqadi. Mana bunimiz вообще baland. Endi hammasi ta'mirlashni hojati yo'q, ta'mirlashga tili ojiz. Bilganlar biladi, bilmaganlar o'zi biladi. Qo'rg'onlarimiz holati ana bu yana aytib o'tganimizdek yengil normonchalarimiz. Eng katta yengilligi shuncha emas. Bemalol erkak olib kiygan bir kishi ketsa bo'ladi. Usta akalarimiz uchun kilo 150 kilometre ko'taradigan bir qo'yilgan. Hammasi istalib keldik. Gap bo'lishi mumkin emas. Narx bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham aloqaga chiqarasizlar. Biz shu yerdamiz, sog' bo'lasiz.